kofe ichadigan bo'ldik, ozgina u bu narsa tamaddi qiladigan bo'ldik, lekin u o'sha kungi bolalar qanaqa qilishdi ya bizani, voy shovqin suron qilib ozginagina tartibga chaqirsak, otasi nima qildi, yugurib kelib, voy so'kib. o'zi ham timadi. Ularni o'zi otasini o'zini tarbiyalash kerak, onalarini tarbiyalash kerak. Ota-onasida yu tarbiya bolalarda qayerdan bo'lsa? Otasi haligi qilyapti. Qarg'ashini qarang, minglanat deb. Ana tarbiya. Onasi bo'lsa bolalar deb o'tiribdi. Bolalar deydi, hamma narsa bola boshdan degan gap bor. Ularni tarbiyalamasa nima bo'ladi ertaga? Qo'yib bersang nimalar qilmaydi? Nimalar qilmaydi? Bu yerda ko'cha, bu yoqqa chiqib ketish mumkin. Bu yerda chiqib ketish mumkin. Ularni o'zini tarbiyalash kerak, otasini. Otasini o'zida yo'q ekan tarbiya. Yana bo'lsa, o'ta pretenziya qilishini qarang uni. Xullas, qaruchi gap yo'q deb ularga. Sal bunda tarbiya, sal ozgina tarbiyali bo'linglar. Iltimos otalar, namuncha bolalarga qatdan tarbiya berasizlar. Sal o'zinglarni tananglar, o'ylab qaranglar bunda. Qani barakat topsin, men bitta xo'jayin, menga qijoq bergan. Hali chekkaroqqa deng, hali voy, birodalar chiqib ketdi-ku ular. u chiqib ketgan.